Assalomu alaykum. 3-darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda sizlar bilan ba harfini o'rganamiz. Eslang, o'tgan darsda sizlar bilan alifni va harakatlarni ko'rgandik. Qanday o'qilishini. A, I, U. A, I, U kabi o'qigandik. Bugungi yangi harfimiz B harfi. B harfi. Nomi ba. O'qilishi o'zbek tilidagi B tovushiga juda yaqin portlovchi hisoblanadi. O'qiyotganda asosan lablarimiz muhim rol o'ynaydi. B. Alohida yozilishi. Yana chiziq chizib olamiz, sababi qayerda yozilishini bilishimiz kerak. B harfi chiziq ustida yoziladi. Va ostida bitta nuqtasi bor. Bitta nuqtasi bor. B deb o'qiymiz. So'z boshida ana endi biroz o'zgaradi. So'z boshida mana shu B harfini o'ng tomonini olib bu yerga ko'chiramiz. Va o'zidan keyingi harfga ulaymiz. Mana bu tarzda. Nuqta esa o'ngroqda bo'ladi. B. Masalan aytaylik. Mana bu so'z. B harfi so'z boshida kelyapti. B va o'zidan keyin ulanyapti. So'z o'rtasida o'zidan oldingi harfga ulandi, yuqoriga, pastga va o'zidan keyingi harfga ulaymiz. Va nuqta o'rtada bo'lishi kerak. O'rtada. Mana bu yerda qaysidir bir harf bor. Masalan, mib rot degan so'z. B harfi so'z o'rtasida kelyapti. So'z oxirida xuddi alohida ko'rinishiga o'xshab ketadi, faqatgina o'ng tomondan ulanadigan qismi bor. O'zidan oldingi harfga uladik va harfimizni, so'zimizni yakunladik. Masalan aytaylik, barchamizga tanish maktab so'zi. Maktab so'zi arab tilida mana bunday yoziladi. Maktab so'zining oxirida B harfi kelyapti. Mana B. Bab, mib, birot, maktab. B harfi sukun bilan kelganida ba'zida sukun bilan kelib qoladi. Ana shu holatlarda tebratib o'qishimizga to'g'ri keladi. B. Bu B harfimiz edi. Ana endi cho'ziq unli degan tushunchani ham o'rganib ketamiz hozir. Cho'ziq unlilar. Shu kungacha qisqa unlilar bilan tanishdik. A, I, U unlilar. Masalan, mana bu ba, bi, esa bu. Ba, bi, bu. O'qilishi mana bunday. Ana endi agar siz A tovushidan keyin alif harfini qo'shilganligini ko'rsangiz, buni cho'ziq A qilib o'qishingiz kerak. Ya'ni mana bu yerda B, A va alif qo'shilgan, buni ba deb o'qiymiz. Ba. Alif harfi bu yerda A ni cho'zish uchun xizmat qilyapti. Ba. Keyingisi. Bu bi edi. Agar I tovushidan keyin, mana bu i'dan keyin mana bu harf ko'rsangiz, siz I ni cho'zib o'qishingiz kerak. Bi kabi. Buni o'qilishi
bi va yana bitta i qo'shamiz, sababi cho'zig'i bor bu yerda. Bi va oxirgisi bu. U tovushidan keyin mana bu harf uni cho'zadi. Bu qilib o'qishimiz kerak. Bu. Ana endi qaytaramiz. Ba. Bi. Bu. Daftaringizga yozib oling. Mana bu yangi harfni esa doim biz yangi daftarimiz oxiriga yozadigan joyimizga b qilib alohida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiridagi qatorlarga yozib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.